Assalomu alaykum avtomastroz kuzatuvchilari. Bugungi videomizda azot apparatimizni ishlatib bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin bitta like tugmasini bosib, notifikatsiya tugmasini ham bosib qo'yinglar. Azot apparatimiz 220 volt tokda ishlaydi. Buni yoniga qo'shimchasiga kompressor kerak. Azot urish uchun hech qanaqa azot balloni keragi yo'q bunga. Bu o'zi havodan avtomatik azotni siqib chiqarib, azotini отдельно, havosini отдельно qilib beradi. Bu apparatda xohlasanglar ham oddiy havo urib patkacha qilsanglar ham bo'ladi, ham azot ursanglar ham bo'ladi. Hozir video davomida buni ko'rib o'tamiz. Davleniyasini bemalol baland-past qilsak bo'ladi. Bu yoqda undan tashqari air tugmasini bosgan paytda bu havoga o'tadi. Oddiy, ya'ni ballonga oddiy havo damlasanglar bo'ladi. N2 bor, ya'ni bu azot. Azotni bossak, ballonga azot uradi. Unit degan knopkasi bor. Buni bosgan holda PSI bar shuni tanlasak bo'ladi. Bizda основной bar ishlatiladi. Shuning uchun buni barga qo'yib qo'yishimiz kerak. Davleniyasini tanlab qo'yamiz. Основной ko'pchilik 2 qiladi ballon davleniyasini. Ishlash tartibini ko'rib o'tamiz. Hop, kompressorimiz ulangan, bunga havo yig'di, bu o'ziga azot yig'ib oldi. Mana bu ko'rayotgan narsalar 99.2%, 99.3% ko'rsatdi. Bu mana shu havo urilayotganda qancha azotning sifatini ko'rsatadi. 99% azot degani bu. Hop, bu azotni urishdan oldin birinchi o'chirtda ballonning ichidagi oddiy havoni chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. İçidagi havoni chiqarib bo'lganimizdan keyin shlankani ulaymiz. Bu urmaydi. Urmagan paytda mana N2 tanlangan azot, auto tugmasini bossak, bu mana hozir havoni ballonning ichidan tortib olyapti, o'zi so'rib olyapti, ya'ni oddiy havoni. Birinchi bu ballonning ichidagi havoni so'rib olib turib, nol qilib, keyin azot urib beradi. Hop, mana уже azot uryapti bu o'zi ichiga, avtomatik bo'shatib olgandan keyin. Hop, mana azotni ham urib bo'ldi, kerakli davleniyada. O'sha aytib o'tganimdek, bu apparatga azot balloni umuman keragi yo'q. Kompressor urlab qo'ysanglar, kompressordan kelayotgan havoni filtr orqali o'zi siqib chiqarib, azotini отдельно qilib sizlarga bakiga yig'ib beradi. Buni orqasida mana ko'rsanglar bo'ladi. Ballonlari bor, mashina ichiga azotini yig'adi o'zi. Bu apparatimiz xuddi shu tartibda ishlaydi. Bunimizning narxi 15 million so'm. Avtomastrozga kelib, Qurbon hayiti aksiyasida bemalol buni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarni do'konimizda kutamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.